Kimmi eri bu, mana mening erim bu. Xullas, qizlarjonlar, mani xo'jayinim go'shtdan kelib, Ilhom palilari uyg'onib qopti. Keyin onasi bo'lmasangiz zo'r pishirib beraman dedilar. Adasi qo'ysizchi, mayli erkak qozonga qilsin, osh qilsin, qanaqa qilib pishirib qilasiz? Ham, masangiz shunaqa zo'r palizni pishirib beraman, o'zing maza qilib yeysan dedilar. Bo'pti dedim. Xo'sh, qani nechta tuxum nima olib beray desam, tuxumni o'zing pishirg'inga solasan. Qani menga qovog'ini olchi dedilar, qovog'ini achib to'radilar. Uni sariyog'ida qovuradilar. Sariyog'da yaxshilab qovurgach, ustiga shakar, tuz sepdilar. O'sha tovadagi qolgan sariyog'ni ustiga terib, shakar bilan tuzni sepib, ustidan toza asaldan sovoldilar. Ozgina suv solib dimlab qo'ydilar. Xo'sh, bu qanaqa pishiruv bo'lib chiqarkan, qanaqa nima bo'larkan dedim. Pishiruv desa pishiruv emas. Полезный, vitamin, foydali deb slatkiy chiqib. Xullas, juda ham zo'r narsa bo'larkan. Suv solib dimlab qo'ydilar. Onasi ustiga yong'oq olish esidan chiqib qoldi. Adasi qo'yavering. Shuni ham siqilasmi dedim. O'g'limni ko'chadan uchta yong'oq deb topib kelgan. O'shani chaqdim deb maydalab ustiga sepdim. Voy, shunaqangi zo'r mazali narsa bo'larkan. O'zlari ham maza qilib paqas tushirib oldilar. Shu orada o'g'illar bilan talashib ham yeb oldilar. O'g'limizga ham yoqdi, adamizga ham, menga ham yoqdi. Yashasin yerjonim. Oshxonani ko'proq topshirib tursam bo'larkan. Sizlar ham qilib ko'ringlar, shunaqangi zo'r bo'larkan. Iloji bo'lsa xo'jayininglarga qildiringlar. Baribir erkak kishini qo'li barakali bo'ladi.